Bishkek meriyasi korrupsiya bilan kurash siyosatining asosida Tozalik munitsipal ishxonasining 12 nafar xodimiga jinoyat ishi qo'zg'adi. Bu haqda shahar munitsipaliteetining matbuot xizmati ma'lum qildi. Meriya huquqni himoya qilish organlari bilan birgalikda olib borgan tekshiruvlarning natijasida Tozalik munitsipal ishxonasining tizimida 12 qonunbuzarlik bo'lgan. Keltirilgan zarar 38 million so'mni tashkil qiladi. Ba'zilar sudga yuborilgan. Jinoiy ish asosan xizmat lavozimini suiiste'mol moliyaviy hujjatlarni tayyorlash, yonilg'i moylarini, avtomashinalar ehtiyot qismlarini sotib olish uchun o'tgan tender qoidalarining buzilishi, ariqlarning tozalash bo'yicha bajarilgan ishlarning ortiqcha ko'rsatilganligi bo'yicha qo'zg'algan. Jo'g'org'i Kengash deputati Qarg'ambek Samaqovning ishi bo'yicha tergovni davom ettirmoqda deb bildirdi kecha Bosh prokuraturaning matbuot xizmati. Samaqov 2008-yili Cho'y oblastining Baytik, Lebedinovka va Qarajig'ach qishloq hukumatlaridagi yerlarni qishloq xo'jaligi yerlari kategoriyasining aholi yashagan joylariga o'tkazishda korrupsiya ishlarini uyushtirgan deb ayblanmoqda. Joriy yilning 9-sentyabrda Bosh prokuratura Markaziy saylov komissiyasiga Jo'g'org'i Kengash deputatligiga nomzodlar qatorida ro'yxatga olingan Qarg'ambek Samaqovni, sobiq premyer-ministr Igor Chudinovni va birinchi vitse-premyer-ministr Iskender Aydaraliyevni jinoiy javobgarlikka tortish haqida ko'rsatma kiritdi. Eslatib o'tsak, Igor Chudinov deputatlikka Birbol partiyasining tarkibida 3-ro'yxatdagi nomzod, Iskender Aydaraliyev Zamondash partiyasida 14-ro'yxatda va Qarg'ambek Samaqov Qirg'iziston Elderining Kongressi partiyasi bilan 5-nomzod. Premyer-ministr Temir Sariyev biznesni va sarmoyani rivojlantirish bo'yicha kengash yig'inida tekshiruvlarni ozaytirish va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida Ichki ishlar ministrligi bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining biznesni tekshirishni taqiqlaganini aytdi. Hozirda mazkur tekshiruvlarni iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmatigina olib boradi. Boshqa organlar tekshirgan faktlar bo'lsa, hukumatning antikorrupsiya siyosat bo'limiga murojaat qilish kerak. Bu vaqtgacha qo'zg'algan jinoyat ishlari Ichki ishlar ministrligi va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan mazkur xizmatga o'tkazib beriladi, dedi hukumat rahbari Sariyev. Premyer shuningdek tadbirkorlar soliq to'lashdan qochmasligini, biznes o'zining ijtimoiy javobgarligini sezishi kerakligini qo'shimcha qildi. O'zgan rayonidagi Bo'ston qishlog'ida o'quvchilar avariya holatidagi maktabda o'qishmoqda. Ayrim ota-onalar qulab tushishdan qo'rqib boshqa maktablarda o'qitishyapti. Binoning bir tomoni o'tgan yili qulab, o'qish mumkin emas deb yopilgan. Yangi maktab joriy yiliga qurib bitirilishi va'da qilingan. Biroq qurilish yakunlanmay, o'quv yilini avariya holatidagi maktabga boshlashga majbur bo'lishdi. Batafsil navbatdagi lavhada. Номер 35 Орозал Жусупбеков орто мектеби өткөн жылдын январ айында кулап түшүп, ал жерде окууга мүмкүн эмес деп жабылган. Окуучулар ижарадагы үйлөрдө, маданият үйүндө окуп жүрүшкөн. Жаңы мектеп ушул окуу жылына чейин бүткөрүлүшү бадаланып, бирок айтылган убакытка үлгүрбөй окуучулар кулап түшүү коркунучунда турган имаратта окуй башташты. Окуп бүткөндөн кийин коркуп баштадык. Анан жамыр жапкандан кийин өзүбүз коркобуз да кулап кетеби деп. Анан кийин жаңы мектеп курулуп баштады, ошого сүйүн жатабыз бардыгыбыз эле. Мугалимдер да айтат, экзат болгула, мындай дубаларга жакындабагыла деп. Көпчүлүк окуучулар качан кулап түшөт экен деп ой алакты болуп турат. Кооптуу шартта окууга жиберген ата-энелер балдары келгиче тынчсызданышат. Жаан жааган күндөрү кээ бирлери окууга жөнөтпөй коюшат экен. Мынтип жүрөк зада болгондон тажаган ата-энелер башка мектептерге бере башташты. Ушу баламы жөнөткөм Коңсайылдын мектебине. Ошол жакта билим алып турдук. Биздин айылдын мектебинин акыбалы өтө оор. Бул жака жөнөтүштөн коркобуз. Качан урап түшөт деп. Ошондуктан Коңсайылдын мектебине убактылуу окутканга жөнөттүк, аргасызбыз. Мектебибиз 5-6 жылдан бери аварийный состояние. Наркы жагы көчүп түшкөн. Үстү аварийный состояние, анан майла жок жөнөтөбүз да. Балдарыбыз программадан калбасын деп жөнөтүп атабыз. Имарат мындан 55 жыл мурун саанчыларга жатакана болуп курулган. Кийин мектеп катары пайдаланылып, 2009-жылы эскилиги жеткен деп корутунду чыккандан кийин жаңы мектеп курууга жер каралган. Ошол бойдон курулбай калып кетип, кулап түшкөндөн кийин башталды. Анда да курулушу белгиленген мөөнөттөн кечеңдеди. Былтыр жаап, кайта келдик да, 2014 жабылып калып, кайта ремонт кылып, кайта кирдик. Биз бирөөлөрдүн үйүндө окудук эле,
Кыйналдык, бирөөнүн үйүндө ар жакта окуп калдык. Клубда окудук, бирөөнүн үйүндө окудук. 3кө бөлүнүп калдык. Ошондо окуу үзгүлтүккө учурап кетпесин деп, аны кайта элдер башка жака, бизди мына башка Даликулов деген мектепке неме кылышты. Бар ушака окуйсуңар деди. Эч кандай элдер ынаган жок да, баягы жолдон неме кылышыпчы. Жаңы мектептин курулуш иштери өткөн жылы күз мезгилинде башталган. Азыр имараттын 1-чи кабаты тургузулду. Жаңы мектеп 300 окуучуга ылайыкташып, 35 миллион сом каражат керектелет. Азыр 5 миллион сому бөлүнүп, каражаттын жетпей жатканына байланыштуу курулуш кечеңдеп жатканын өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Жаңы жылга чейин бүтөт. Бардыгы чейин каржылоонубузду тездеп кетсе 1 ноябрга чейин деле бүтүп калыш керек. Каржылоону күтүп атат. 30 миллионду каржылоо бүтсө, бул окуу корпусунун өзү бүтөт. Анан дагы кошумча жандагы спорт аянтчасы башкалар бар, алар дагы кошумча кийинки жылдан каралат. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, окуучулар быйыл кышка чейин жаңы мектептин 1-чи кабатына киргизилет. Имарат толук кандуу кийинки окуу жылына бүткөрүлөт. Белгилей кетсек, азыр Ош шаарында авариялык абалдагы 50 мектеп бар. Iqtisodiy rivojlantirish ministrligi bolalarni himoya qilish alyansi bilan hamkorlik to'g'risidagi shartnomaga imzo qo'ydi. Bu haqda bugun mazkur ministrlikdan xabarlashdi. Shartnomaning maqsadi foyda topish uchun bolalarni majburlab ishlatishga qarshi birgalashib kurashish. Ayni kunlarda militsiya va ma'ruf xodimlari respublika bo'yicha Salom maktab reydini o'tkazishmoqda. 3 kun davomida maxsus tuzilgan guruhlar shahardagi bozor, jamoat ovqatlanish joylari, internet klublarini tekshirib, o'qish vaqtida maktabga bormayotgan bolalarni aniqlaydi. Ular haqidagi ma'lumot tegishli idoralarga yuborilib, ota-onalar bilan tushuntirish ishlari olib boriladi. Reydning 1-kunida Bishkekda 30 ga yaqin bola maktabga bormay, savdo va boshqa joylarda yurgani aniqlandi. Ota-onasining nazorati yo'qligi sababli maktabga bormayotgan bolalarning masalasi Qirg'iziston uchun dolzarb bo'yicha qolmoqda. Prezident Almazbek Atambayev joriy yilning avgust oyida o'qituvchilarning yillik konferensiyasida ishtirok etib, rasmiy hisobda bunday bolalarning soni 80 mingga yetganini aytdi. Unga bilim berish tarmog'i aybdor ekanini ta'kidlagan. Kecha O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining yo'l nazorati rotasi oynasi qoraytirilgan va davlat raqami yo'q 6 avtomashinani jarima maydoniga kiritdi. Bu haqda O'sh shahar yo'l nazorati xizmatining matbuot bo'limining rahbari Cholponboy Arstanbekov bildirdi. Uning aytishicha, mazkur mashinalarning orasida militsiya xodimlarining ham mashinasi bor. O'sh shahrida oynasi qoraytirilgan va davlat belgisi yo'q avtomashinalarga maxsus reyd o'tkazmoqda. 10-sentyabrda 6 mashina maxsus joyiga qo'yildi. Davlat belgisi yo'q mashinalar 3000 so'm, qoraytirilgan oynali mashinalarga 2000 so'mdan jarima solinadi. Bunday reydlar har kuni o'tkazilib, qonunga amal qilmagan mashina egalariga jarima solish davom ettiriladi, dedi Cholponboy Arstanbekov. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti Afrika o'lkalarida tarqalgan Ebola virusi joriy yilning oxirida yo'qolishini ma'lum qildi. O'tgan yili boshlangan kasallik shu vaqtgacha 10 mingdan ortiq kishining umriga zomin bo'ldi. Biroq hozirda turli davlatlarda ishlab chiqilgan vaksinalar yordami bilan sog'ayib ketganlar ham bor. Mazkur tashkilot mutaxassislari virusni butunlay yengishni tasdiqlashdi. Batafsil navbatdagi lavhada. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrikada tarqalgan Ebola virusini yil oxirigacha butunlay yo'q qilinishini ma'lum qildi. Биздин максат вирустун таралышын бүтүндөй токтотуп жок кылуу. 2015-жылдын аягына барып, бул ишибиз орундалат деп ишенем. Biroq kasallikdan ko'p jabrlangan Gvineya, Liberiya va Sierra-Leone Ebola virusining qayta jonlanib ketish xavfi bartaraf bo'lmadi. Mazkur tashkilotning vakillari kasallik yog'ingarchilik mavsumida qayta boshlanishi mumkin deb bildirishdi. Shunday bo'lsa ham virusni to'liq yo'q qilish uchun kurashishmoqda. Кооптуу аймактардын баары башкармалыктын көзөмөлүндө турат. Акырына чыкмайынча баштаган ишибиз токтобойт. May oyida Liberiyada Ebola to'xtadi deb e'lon qilishgan, biroq 2 oydan so'ng o'lkada qaytadan virus alomatlari sezila boshladi. Sierra-Leone'da ham avgust oyida oxirgi bemorning sog'aygani ma'lum bo'lgan. Bir haftadan so'ng kasallikni yuqtirib olganlar qayta ro'yxatga olina boshlagan. Бул олуттуу маселе. Бирок вирустун таралышын көзөмөлдөсө болот. Оорудан айыккан адамдардын тизмесин түзүп, алардын абалынан кабардар болуп турушубуз керек. Ebola virusi G'arbiy Afrikada 2014-yili boshlanib, 1,5 yil oralig'ida kasallikdan 11 ming kishi vafot etgan. Ularning ko'pchiligi Liberiyadan bo'lgan.
максат